Hozir baholaringiz qanday? Birinchi kursda barcha baholarimni 5 ga yopdim, hurmatli prezident. 5 ga yoqdingiz. Mani vakolatim bor, muddatdan oldin avvalning stipendiyasini berish. Rahmat katta. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Bolaligimdan ustoz bo'lish orzuyim edi. Bugun aynan pedagogik yo'nalishda o'qiyotganim, bilim olayotganim men uchun orzularimga yetishdagi dastlabki qadamlardan bo'ldi. Hurmatli prezident, biz yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar har kuni hayotimizni o'zgartirmoqda. Masalan, talabalarga ta'lim grantlarini taqdim etish va qayta taqsimlash bo'yicha chiqargan qaroringiz biz uchun yangi umidlar eshigini ochib berdi. Hurmatli prezident, endi talabalarda kontrakt bo'lib qolsam 4 yil shu holatda o'qib bitiraman degan fikrlar emas, aksincha, men yaxshiroq o'qisam, o'zim ustimda ishlasam, albatta keyingi yil grantga o'tishim mumkin degan ishonch paydo bo'ldi. Va eng asosiysi, talabalar o'rtasida ilm olish uchun sog'lom raqobat ham uyg'ondi. Yaqinda hurmatli prezident faqatgina pedagogik yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasasi talabalari uchun Abdulla Avloniy nomidagi davlat stipendiyasini joriy etib berganingiz ham bizni 2 karra xursandchiligimizni oshirib yubordi. Sizning kitobxonlik borasidagi tashabbuslaringiz bilan so'nggi yillarda mamlakatimizda kitobxonlar armiyasi shakllandi desam, aslo adashmagan bo'laman. Mana shunday kitobxonlarni bir joyga jamlaydigan Kitobxonlar forumini Namanganda Xalqaro gullar festivali doirasida tashkil etsak, biz yoshlarga yana ham kuch bo'lardi. E'tiboringiz uchun rahmat. Begoya qizim, mana shu jo'shqinligingiz va mana shu hozirgi zamonga munosib bo'lib, yangi rejalar, yangi ishonch va haqiqatdan muallim bo'laman deyapsiz. Bu men uchun juda ta'sirli. Nimaga desangiz, haqiqatda muallim bu bir umr manfaat ko'raman desang, farzandni o'qitish deb gapirdim kecha. Shuning uchun siz mana shunday og'ir, shu bilan bir mashaqqatli lekin juda bir xalqqa manfaat keltirayotgan kasbni tanlaganingiz uchun men sizdan minnatdorman. Nima niyatlaringiz bor o'qish bo'yicha? O'qish bo'yicha o'zim oldimga juda ham katta maqsadlarni qo'yganman. O'zimning yo'nalishim milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi. Mana shu yo'nalish bo'yicha yoshlarga ta'lim tarbiya berish kelgusidagi eng asosiy maqsadlarimdan biri. O'zimni o'qiyotgan oliy ta'lim muassasasida kelgusida yaxshi professor, ustoz bo'lib, o'zimdan keyingi o'quvchilarga ta'lim berishni katta maqsad qilib qo'yganman. Hozir baholaringiz qanday? Birinchi kursda barcha baholarimni 5 ga yopdim, hurmatli prezident. 5 ga yoqdingiz. Mani vakolatim bor, muddatdan oldin avvalning stipendiyasini berish. Rahmat katta.